1 million 200 ga kreslo oldik. Kojinli, cho'tki, Dafna degan mebelni magazin. Hozir mana bunisini ochamiz. Boshida olib kelganimiz mana ishib turibdi, qo'l qo'yadiganimiz. Seviyasibdi. Metalli qaranglar, singan. Buni ustida yotmaganmiz, prosta qo'l qo'yilgan. Metal juda ham ingichka. Hop, mana buni ichini ko'rsamiz, eng qizig'i. Mana ichida penoplast. Hatta ichida gubka bo'lish kerak o'tdi. Gubka. Dafna, nima qilding? Kimni lo'qqa 1 millionga shu penoplastni o'tkazishdi. Больше. 1 350 000, 1 340. 1 million 350 ekan. Mana ochganimizda ichidan mana bunaqa plastikni medotda shunaqa narsa chiqyapti. Mebel shikli hozir shunaqa arzonchi yo'lga o'tyapti. Hozir darshani qiyshayib sinmasligi uchun reyka qo'yganmiz. Biz nima edi? Gubka topolmadik, mana bunaqa pinab mana qani qo'yganmiz, mana gubkani boshqacharoqni qattiq mana. Mana bittasini yasab bo'ldik, mana moshni qattiq bo'ldi. Shuni ham bundan xotir qo'ysak, bu sinmaydi. Dafna. Mana tunikasi ham yupqaligiga mana sinib ketgan. 3 ta tochni sarka bilan shotib qo'ygan ekan. Bu tomoni sinib ketgan.